Uzr, lekin bizda bilet tugagan. Aeroport o'sha yopilgan. Iltimos, keta qoling. Bo'ldi, o'sha yopilgan. Ertaga keling. Bittagina oxirgi yo'lim bor, u ham portal qurib qishloqqa borish. Ey, men bilaman nimaga ishlamayotgan portal. Kim gapiryapti ey? Sen meni ko'ra olmaysan. Senga yordam beraymi? Bu portal ishlash uchun bitta sehrli narsa bor. Shuni ishlash. O'zi aniq ishlaydimi bu narsalaring, aniqmi? Mayerda ham zombi, chort zombi. Barchaga salom, men Kompot. Bizning yangigina videomizga xush kelibsizlar. Короче, bugun biz qishloqdamiz va menga qo'ng'iroq qilishdi qishloqlar va короче, mening uyim oldida juda ham ko'p zombilar bosib olibdi va короче, andaymi, nimagadir o'sha zombilarni o'ltirish kerak, bo'lmasam eshikni buzib, uyga kirib, короче, hamma yerda titib tashlashadi va hozir men borib, hoziroq bilet sotib olib, tezroq uyimga borishim kerak. Ya'ni o'zimning qishlog'imga shoshilishim kerak iloji boricha. Короче, poyezdga bilet olishimiz kerak. Davay. Xo'sh, menimcha shu anday bo'lsa kerak. Shu joy bo'lsa kerak menimcha. Davay bo'lmasa. Uzr so'rayman, cho'ta nimagadir lag bo'lyapti. Endi Minecraft qaranglar bu nimalar. Mayli. Salom, menga bilet kerak edi. Sizlarda bilet bormi? Sotib olgani. Qishloqqa ketishim kerak edi poyezdda. Biletlarimiz tugagan. Qanaqasiga bilet yo'q bo'lishi mumkin? Shunaqa paytda ham bilet yo'q bo'ladi. Iltimos, menga juda ham zarur bilet. Men hozir tushunmayapsizda, uyimda zombi bosgan. Uzr so'rayman, yordam bera olmayman. Bizda bilet qolmagan. Menga juda zarur, iltimos. Men ertaga borib qolishim kerak, ertagacha. Iltimos, menga juda ham zarur. Qanaqa bilet olasizmi? Super VIPdan indaymi bormi? Qayerdan bo'lsa ham iltimos olib bering, iltimos deb so'rayapman. Xo'p, shunchalik zarurmi? Hozir qarab ko'raychi. Xo'sh. Yo'q ekan, afsuski. Chort. Mayli, xo'p, mayli. Nima qilamiz endi? Mayli. Aeroportga borsak, albatta aeroportda bunday bo'ladi. Albatta aeroportda bilet bo'ladi va sразу ketib qolaman. Ertagacha borib qolaman va tezroq bo'ladi albatta. Ertagacha emas, bugunla borib qolsam bo'ladi albatta. Tezlashimiz kerak, faqatgina tezlashish kerak. Mana как раз aeroportga ham yetib keldik. Mana shu yer bo'lishi kerak adashmasam. Shu yer ekan. Juda katta ekan o'zi ham. Yo-mayo. Ana odam bor ekan. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Menga bilet kerak edi. Bilet bormi aeroportga? Nima, ko'rmadingmi? Aeroportda hech kim yo'q. Ha, ko'rib turibman, hech kim yo'q. Menga farqi yo'q. Qanaqa biletmi? VIP biletmi? Musor biletmi? Bering. Aeroport vaqtinchalik yopilgan. Короче, bu yerda remont ketyapti, shunga yopiq hozircha. Yo-mayo, bitta yerda bilet tugagan deydi, bitta yerda aeroport ne deydi, remont bo'lyapti. Yo-mayo, endi men qanaqa qishloqqa qayta olaman o'ylay. Lekin bitta ahmoqona reja bo'lsa ham, lekin reja bor. Короче, balkim o'zimning uyimga ya'ni qishlog'imga teleport qiladigan portal yasasam nima bo'ladi? Davay yasab ko'ramiz bolalar. Endi bu ahmoqona deb tuyulishi mumkin, lekin baribir sinab ko'rish, endi просто sinab ko'rish hech narsa emas. Yo-mayo, buncha anday bo'lyapti. Minecraft lag bo'lyapti. Menimcha shahardan bo'lsa kerak, shaharga hech qachon kelmanglar, lag'lasa ko'p bo'lar ekan. Mayli, hozir yasashga harakat qilib ko'raman bolalar. Davay bola, iltimos o'xshasin-da. Bir amalib ketishim kerak men qishloqqa. Iltimos o'xshasin. Davay, mana bu yerga bitta qo'yamiz. Davay. Mana yoqqa tosh. Mana bu yerga. Mana bu yerga ham to'rtta. Endi esa ustiga o'xshasin deyish qilib. Xo'sh, mana bu yoqqa bitta, mana bu yoqqa bitta, ustiga bitta, ya'ni ustiga mana bundan va ustini mana bunga yopamiz, bo'ldi. Iltimos o'xshasin. O'xshaydimi, o'xshamaydimi? Mana bu aytgancha biz o'zimizning fermerligimizni bildirishimiz uchun bizga MTG, keyin MTGni qo'yamiz va buni solib qo'yamiz joyiga va richak bilan ishlashi kerak. Menimcha ishlaydi. Oppa, yo'q, ishlamadi. Yo-mayo, balki noto'g'ri qo'ygandir mana. Menimcha noto'g'ri joyiga qo'yganman. Balki mana bu boshqa qo'yish kerakdir. Mana bu joyga qo'yish kerak bo'pti. 1 2 3. Yo-mayo, bilganim ahmoqona reja ekan. Men bilaman ishlamayotgan.
Kim gapirdi? Sen qayerdasan? Sen beni ko'ra olmaysan. Men senga yordam beraymi? Shu portalni ishlatishni yo'lini bilaman. Ishlatishni yo'lini bilasizmi? Qanaqa? Iltimos o'rgating, iltimos menga. Men juda ham yaxshi ko'raman baliqni. Menga baliq tutib kelsang, men senga aytaman qanday sirini. Shunda eshita olasan. Men senga sirini aytaman. Menga baliq tutmasang bo'ldi. Xo'p, mayli. Hozir mayerda endi ko'rgandim baliq tutgich. Oppa mayerda ekan, bo'ldi. Hozir tutib kelaman. Hozir. Yo'q, nimaga kerak o'zi? Shunchalik yaxshi ko'raman. Baliqni juda ham g'alati. Mayli, biz hozir tutib beramiz. Buni juda ham oson va juda ham g'alati odam ekan, ko'rinmaydi ham hech qayerda yo'q. Mayli. Hozir tutishga harakat qilamiz, davay. Hop, keladimi? Yo'q, baliq tezroq tutilsa yaxshi bo'lar edi. Ana yerda baliq. Iltimos kela qol baliqchalar. Tutila qol baliqchalar. Ana tutildi. Oppa, bo'ldi mana bitta baliq, yana bitta baliq tutsak bo'ldi menimcha. Yana baliqlar tutsak, menimcha xo'sh, nimagadir baliq tutilmayapti. Qani baliqlar shunaqa paytda yo'q bo'ladi. Tezroq kela qol baliqchalar, tezroq tutilishing kerak. Tezroq kela qol. Nimaga tutilmayapti bular? Bu baliqlar nimaga yo'q? Tushunarsiz. Mayli, bilmadim, lekin baliqlar nimagadir yo'q, hammasi yo'q. Iltimos tutila qol, hamma baliqlarni tutib tezroq olib borib bersam, shuman qutulaman. Yo'q, shunchalik tutilish qiyinmi? Narigini oson tutgandim, lekin buni tutish qiyin bo'lyapti. Yo'q. Endi kutamanmi shuncha ko'p minut? Tezlash. Menimcha yo'q, bo'ldi. Menimcha bitta yetsa kerak, so'rab ko'raychi. Senga bitta yetadi, men bittala baliq tutib oldim atigi. Menimcha bitta yetsa kerak. Endi qayerda olgan bo'lsang o'sha yoqqa qo'y. Menga qanaqadir endi sekretini o'rgatmoqchirding. O'sha turgan joyni qada. Rahmat, kattakon. Mana bu yerga tashlab qo'yapman. Mana bu juda ham qiziq narsa bor ekan. Menimcha shuni aytgandir. Qani hozir buni nima qilish kerak? Buni nima qilish kerak? Cho'tta ketib qolibdi shekilli. Mayli, zato bor endi. Qanday ishlatishni bilmasam ham zato bor. Xo'sh, qanday ishlatganmiz buni? Balki bir narsa qilish kerak, balki ramkani o'rniga qo'yish kerakdir. Yo'q, menimcha balki shu bilan rechayni bosish kerak edi. Yo'q, rechayni bosib bo'lmayapti, umuman bosib bo'lmayapti. Nima qilish kerak o'zi? Balki mana bu yerga tashlash kerakdir, просто go'zal bo'lib turadi. Nima qilish kerak, men tushunmayapman. Tushunarsiz. Balki endi bosib ko'ramiz, endi. Ishlayapti. Bola ishlayapti. Teleport bo'ldi. Yo'q, teleport bo'ldi. Yo'q, bola ishladi. Rostdan ishladi. Men просто buni bola просто lekin juda ham polizimni tepasiga paydo bo'lib qoldi. Shu minus bo'lib qoldi. Mayli. Aytgancha bola, короче, biz hozir qishlog'imizni zombilar bosgan edi. Hozir zombilardan tozalaymiz. Ana yerda hamma yerda zombilar yuribdi. Hozir qishlog'imizni zombilardan tozalaymiz albatta. Tezlashish kerak faqat. Qishloqlarga ham tezroq yordam berish kerak. Qaranglar. Ana hamma zombilar. U yerda qaranglar, shuncha zombi. Bu yerda zombi. Qishloqlar ham bekinib olgan. Hozir qilichni olamiz sekingina va endi yaramas zombi. Oppa, bo'ldi, o'ldi. Bo'ldi. Mana bu yerda ham shuncha zombilar bor ekan. Qaranglar, shuncha zombi keldi, hozir keldi. Hozir hammasini o'ldiramiz, hammasi. Beki hammang o'lib ketlaring. Bo'ldi. Qutuldik bola, bo'ldi. Boshqa zombi yo'q menimcha. Qaranglar, meni eshigimni ham buzib tashlashibdi. Voy, ulgurmabman men o'zimni uyimni qutqarishga. Afsus, bola. Nima bo'lsa ham video yoqqan bo'lsa, albatta kanalga obuna bo'lib, like bosib qo'yinglar. Keyingi videolarda ko'rishguncha hammaga xayr bolalar. Shu boshqa gap ham yo'q bola. Davay bola, albatta kommentariyaga o'z fikringizni yozib ketinglar, nimadir debmi. Bo'ldi, bo'pti. Hammaga xayr bola. Kanalga obuna bo'lib, like bosib ketinglar. Qarorcha, hammaga xayr, sizlar men kompot bo'lib keyingi videolarni ko'rishcha.